Psixologlar bu alohida tema. Psixologlar bo'yicha o'tgan yil noyabrdan qonunchilik hujjatlari boshlandi, rasmiylashtirish va mana fevralda yaqinda 6-fevralda qonuniy kuchga kirdi. Aholiga psixologik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun. Endi unga asosan nima? Eng asosiysi endi psixolog oliy ma'lumotli bo'lishi shart. Oliy ma'lumoti bo'lmasa, aholiga psixologik yordam ko'rsatishi, treninglar o'tishi, maslahatlar berishi, yana nimadir seanslar, bir nimalar qiladi-ku, o'shalar hech qaysisi mumkin emas. Oliy ma'lumotlikni yana ham ochib beraman. Birinchisi, agar u istalgan yo'nalishdagi oliy ma'lumot deylik, o'qituvchi deylik, yurist deylik, doktor bo'lsa, unga sertifikatini beradigan tashkilotlar bor. O'sha malaka sertifikatini olsa, psixolog sifatida faoliyat yuritaveradi. Asosiy oliy ma'lumoti yurist bo'lsa deylik, ularning kursi bor, kursida o'qib, malaka sertifikatini oladi va o'sha sertifikat asosida bemalol aholiga psixologik yordam ko'rsatadi. Lekin agar psixologik markaz ochmoqchi bo'lsa, u albatta psixologik yo'nalishda oliy ma'lumot bo'lishi kerak. Aynan psixologiyani oliy ma'lumotli mutaxassis sifatida diplomi bo'lishi kerak. Xususiy universitetlarniki ham o'tadi. Hammasini faqatgina psixologiya yo'nalishidagi oliy ma'lumot bo'lsa bo'ldi. Chetniki bo'lsa O'zbekistonda nostrifikatsiyadan o'tgan bo'lishi kerak. Agar shunaqa bo'lmasa, mana yaqinda bittasi konsultatsiyaga Turkiyadan menga telefon qildi-da, asosiy faoliyati Turkiyada. Lekin o'zbekistonliklarga onlayn kurs sotadi. Psixologiya yo'nalishida onlayn kurs sotadi. O'shanga men qanaqa faoliyatimni rasmiylashtiray deb menga konsultatsiyaga yozildi. Sraz birinchi bergan savolim psixologiya yo'nalishida sizni oliy ma'lumotingiz bormi yoki umuman istalgan yo'nalishda oliy ma'lumotingiz bo'lib, malaka sertifikatini olganmisiz? Yo'q debdi. Unda siz bilan gaplashishdan hech qanaqa foyda yo'q. Sabab u yog'i yo'q u ishchi. Men sizga hozir firma oching yoki uni deylik YTT shaklida rasmiylashtiring yoki oilaviy korxona uni deyishimgacha olib boradigan gap yo'q. Sababi siz birinchi navbatda oliy ma'lumotli bo'lishingiz kerak. Aholiga psixologik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunning 13-moddasida agar oliy ma'lumoti bo'lmasa, bu faoliyat bilan shug'ullanishlik ma'muriy javobgarlikka tortiladi deb yozilgan. Ya'ni bunda bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobardan 15 barobargacha jarima to'laysiz. Shuni xohlamasangiz, psixologik yordam ko'rsatish uchun oldin diplomni oling. Keyin faoliyatni ko'rsatavering. Ularga ham xuddi shu gapni aytdim. Hozir shu joyda to'xtatamiz konsultatsiyani, sababi u yog'ini gaplashishdan to'liq yo'q. Olib kelasiz ma'lumotni, u yog'iga men sizga tushuntiraman qanaqa rasmiylashtirish.